Dunyoning eng buyuk futbolchilaridan biri Lionel Messi futbolda bu ishni hech qachon qila olmagan. Ronaldo esa qilaverib zerikib ketgan. O'ylaymanki, bu fakt sizni ajablantira oladi. Messi deyarli hamma narsaga erishdi. Jahon chempionligi, oltin to'plar, aql bovar qilmas dribling va gollar. Lekin Messi muxlislari doim bir savol berishadi. Messi o'zi nimaga qodir emas? Messi chap oyoqda, o'ng oyoqda bosh bilan jarimadan juda ko'p gollar urgan. Ammo uning o'yinidagi bitta qila olmagan ishi haqida hali hech kim so'z ochmagan. Bu nima ekanligini bilishdan oldin futbol ishiga obuna bo'ling. Bunaqa faktlar bizda hali talaygina. Gap shundaki, Messi hech qachon qaychi uslubida gol urmagan. Ha, u juda ko'p narsaga qodir, lekin bu uslubdagi golni hali urib ko'rmagan yoki omadi chopmagan. Balki buni bir kun u amalga oshirsa, bu uning uchun ajoyib rekord bo'ladi. Nima deysiz?